Beshik zamonasini ortda qoldirgan texnologiya. Tasavvur qiling, sizga eng qulay, eng mukammal, 100% ekologik toza va eng muhimi, svet va gaz limiti muammo bo'lib turgan bir paytda sizga energiya tejamkor bir moslama taklif qilinsa, shoshilmang, bu qandaydir zamonaviy gadjet emas, bu beshik. Ha, aynan shu siz katta bo'lgan beshik. Afsuski, beshikka nisbatan oxirgi paytlarda juda ko'p hurmatsizliklar paydo bo'ldi. Zamonasining eng zo'r texnologiyasi beshik haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xo'sh, beshikning qudrati nimada? Keling, buni zamonaviy tilda tushuntiraman. Birinchi, avtomatik tebranish tizimi. Ikkinchi, mukammal ventilyatsiya tizimi. Uchinchi, beshikda xavfsizlik kamarlari bor. To'rtinchi, ekologik toza materiallardan yasalgan. Beshinchidan, zamonaviy ota-onalar uchun bolani ichagini muvozanatini ushlab, tabiiy ravishda hojat chiqarishga yordam beradi. Shuning uchun, hurmatli ota-onalar, beshik hali ham ishlatmayotgan bo'lsangiz, zamonaviy texnologiyalardan ortda qolyapsiz.